ishonsangiz mana shu bitta ko'zini $50 ulagan mana bitta ikkitasini. Ikkita bosh barmog'imni qo'ysam teng chiqsa kerak. Eng dunyo bo'yicha qimmat uzum mana shu hisoblanadi. Buni uzum yeyish tartibi ham uni shaptoliga o'xshab archaverasiz. Qora anjir yerigi bor, Andijon qora deydi. Undan bor, keyin Turkiyadan kelgan Bursa siyahi degan bor, undan bor. Mayda qilingan ko'chatlar уже hosil beryapti bu. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Bugun 2026-yil 25-avgust. Bugun biz yana Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Bugun hovlisiga, tomorqasiga, bog'iga anjir ekaman, uzum ekaman, qanaqasidan ekan deyotganlar uchun maxsus video bo'ladi. Bugun do'stimiz Bahramjon bor. 2-3 yildan beri mana shu ish bilan shug'ullanishadi. Ko'chat tozalarni yetkazib beradilar. Xudo xolasa Bahramjon bilan kerakli ma'lumotlarni beramiz, kerakli ko'chatlarni tavsiya qilamiz. Ma'qul kelsa ekrandan ularga aloqa chiqib, kelishib, maslahatlarni olaverasizlar. Xudo xolasa manfaatli video bo'ladi. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Do'stim, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Charchamayman. Rahmat. Yaxshi. Xush kelibsizlar biz xonadonimizga. Shu bog'dorchilikda anchadan qilamiz endi. Ishdan boshqa holatlarda shu yangiliklarga qiziqamiz. Chet el, Yevropa, o'zimiz mahalliy sortlar bilan qiziqib shu xolos xalqqa maqsad yetkazishda. Maqsad yetkazish. Bu bog' mana anjir, uzum ko'chasi qo'shimcha sizga. Qo'shimcha bu hobbi, qiziqamiz. Aslida ishimiz ham shu o'zi. Chet ellardan, Yevropalardan, qo'shni davlatlardan yaxshi navlarni, issiqqa, sovuqqa o'zimiz iqlimimizga chidamli yaxshi navlarni shu xalqqa beminnat yetkazib berish maqsad. Yo'masa boshladik. Birinchi mashinadan boshlaylik. Bu endi Amerika, Yevropa o'sha seleksionerlari kashf qilgan Kober 5B uzum navimiz bu. Payvand hisoblanadi. Buni kaltagi asosan bizga kaltak hisoblanadi. U podvoy hisobida bunga yaxshi navlar ulaymiz, mahalliy yoki Yevropadan yangi kelgan intisu uzum navlarimiz bunga ulasak -35-40 gradusga kelgan sho'r, namgarchilik, quruqgarchilik universal podvoy hisoblanadi Kober 5B. Buni biz asosan kaltakka ishlaymiz. Meva-chevalar ham bu, mevalari bu yeyishga yaroqsiz. Yaroqsiz ekan. Bundan faqat biz urug' olamiz. Bu urug'. Asosan ono payvandga kerak bo'ladi. Payvandga oddiy tilda gapirganda. Payvand bo'lsa bu bobolarimiz biladi, yangi ulamoqchi bo'lgan, qiziqmoqchi bo'lgan bobolarimiz bo'lsa, xudo xolasa qo'ldan kelgancha o'rgatib, batafsil ma'lumotlar yetkazamiz. Bo'ldi, keyingisiga yuraylik. Bu uzumimiz Yaponiyadan keltirilgan 2024-yil zakaz qilganmiz. 2024-yil keldi. Bu 4 yil deganda qo'limizga yetib keldi. Bu Yaponiyani Ruby Raman degan uzum navi bu. Va bizning mahalliy tilda rimyoqut deyiladi. Yer sharidagi dunyo bo'yicha eng qimmat uzum mana shu hisoblanadi. Buni 2020-yillar mana shu bir vosh uzumi 900 grammi $13,000 sotilgan. Buni bittasini olib yeyishingiz iste'molchiga $425 tushgan bu. Xolasangiz sizga buni ta'mini tekingiz. Internetlarda chiqqan uzumdan emas, bunday mana shu yaponiski eng dunyo bo'yicha qimmat uzum mana shu hisoblanadi. Buni uzum yeyish tartibi ham uni shaptoliga o'xshab archaverasiz buni. Ichida urug'i bitta yarimta bir o'sha chiqib qolmaydi. Uzumning plotniyligi, sersuvligi, shirinligi vobshim zo'r. Odamga telefonda bu uzum degandan keyin boshqa uzumligingiz umuman yo'q. O'ta shirin, sochini zo'r. Bir postdan o'sha yeb qo'yasiz. Bismillah. Moskvada bir tartib ko'rdim-ku, bundan mashkil u mendemda. O'rta Osiyo bu bozorni Rossiyadan qidirdim, Qozog'istondan qidirdim. U yaqin atrofda qo'shni davlatlar bozorda chiqmagan. Yaponiyada bor. Hozir ham uzumlar, mevalari juda qimmat turadi. Ta'mi tasavvur qilganim yo'q. Nimadir ta'mini beryapti. Ammo mana uzumlar ta'mi emas. Shirinligi qanaqa? Shirinligi zo'r. Shirinligi yaxshi. Mas pishgan holatimi bu? Muskat ta'mli bu uzum. Ha, yo'q bu pishgan holat emas. Bu endi hali pishmagan holati, bu. Bo'lsa ham qizarib zo'r pishadi. Mahalliy tilda rimyoqut deyiladi. Rimyoqut. Mana pastlarida ham bor. O'ta serxos. Bu endi qarovsiz holati bu. Qaralmagan, shunchaki ishlarimiz ko'p. Bog'lar bilan bo'lib, qo'l tegmay qoldi. Katta bo'lar ekan. Bu telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmadim-ku. Yirik. Bakalashgan qo'pog'ida ekiladi. Ilgari biz uni uzumzorimizda Katta Qo'rg'on degan uzum bo'lardi, mana shu mashina edi-yu. Lekin buni ta'mi mana bu yerda ham hozir bor. Ko'rsangiz mana bu beqaro holat mana Boburjon. Ko'ra Abduljon mana. Bosh barmog'im bo'lsa mana. Ikkita bosh barmog'imni
ko'p bo'lsa mana teng chiqsa kerak Mana menimcha. shu pishay degan sorti ekan-a. Şey deydi, mana shu rimyoqdi bu. Har bir Chiroyli ham bo'lar ekan bu chiroyli. pishgandan keyin. Xudo xolasa buni xalqqa yetkazamiz. Ko'chatlari, kimgadir ko'chatlari kerak bo'lsa yoki qalamchalari kerak bo'lsa, Ha. Xudo xolasa yetkazamiz. Qalamchilarni o'zi qilib beryapsizmi? Ha, zakazlar bor. Endi bu O'zbekistonda sanoqli insonlarda borda. Biz 4 yil deganda qo'limizga yetib keldi. Buni mana shu bir qarich kaltagi 3 ta bo'g'im bo'ladi. Shu katta pulga zakaz qilgan 2020 kelolmagan, iloji bo'lmagan karantin davrida 2022-yil keldi. Farg'onada hoji akalarimiz bor. Shularga iltimos qilib olib keltirdik. Shuni qilib olguncha ancha mehnat ketdi buning orqasidan. Hozirda qiziqqanlarga shu respublikada sanoqli insonlarda bo'lsa, hammasiga o'zimiz qo'ldan kelgancha tarqatib, ulab berib, ko'paytirib bormoqdamiz. Bo'pti, Bahramjon Nabodan endi buni ma'lumotini berdingiz. Men so'raydiganlarim bor. Bu sovuqqa qanaqa bu uzum? Sovuqqa yaxshi, xarakteri yaxshi, menga yoqdi. Sovuqqa Har tomonlama teplitsaga qilsa ham bo'ladi buni. Teplishni varianti ham bor. Teplishni varianti ham. Bu ochiq havoda bizni iqlimimizga ham to'g'ri keladi, moslashadi. Tevasiga so'nsilashda quyosh tonali zashta qilinib turgan setkalarimizni tortib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Qushlardan himoyaga, quyoshdan. O'xshar Abrojam shaqiga o'xshar bo'lib, buni bitta Abrojam mana Yaponiyadan kelgan uzumimiz bo'lsa, mana 2024 2025 hozirgacha mana zakazlarimiz katta ob'yemlarga, bog'larga ulab berdik. Ishonsangiz mana shu bitta ko'zini $50 ulaganmiz mana bitta kittasini zakazga. Bunga o'xshagan navlar ham bor. Endi orzora mana shu rimyoqdi deydi-ya, bu rimyoqni haqiqiy originali bu Yaponiyadan keltirilgan. Mana shu bitta kittasini ko'zini o'zini $50 ulaganmiz. Bunga zakazlarimiz bor. Xudo xolasa yetkazib beramiz inshaalloh. Qalamchalari, ko'chatlari. Mana shu uzumdan kerak bo'lsa ham bemalol aloqa chiqaveringlar bu. Xo'sa, mana ularimiz endi uzumni ta'mi ham yoqdi. Bayramjon hozir ham hozir turibdi boshqacha. Mana uzum, mana gilosimiz navi hozir esimdan chiqib qoldi. Ozarbayjondan keldi, Bakudan Elshon aka podarka qilganlar buni. Bordim ko'ldan Nazir akalar bor. Shular podarkaga berishgan, bog'larni ulab berganmiz. Xo'p, tavsiya qilaman. Kimga mana shunaqa uzum ko'chatlar, uzum haqida maslahat kerak bo'lsa, do'stim Bahramjonga aloqa chiqarasizlar, nomerlarni qoldirib ketamiz. Hozir xo'p, anjirga qiziqqanlarga anjir ham xudo xolasa bor ekan, tuzukkina ashkilga anjir ko'chati. Anjirdan 3-4 bu haqida ham ma'lumot berib beramiz, shunga o'taylikchi. Xo'p, Bahramjon, obayga suv kelmaydimi? Bundan tashqari. Suvlar ham bor, endi biz suvni ham ekonom qilish yoki ozuqani vaqtida joy o'sha ildiziga yetkazib borish maqsadida tomchilatish prezidentimiz yangi farmonlariga binoan mana shu yangicha stilda ish boshlaganmiz. Bu yaxshimi bu natijasi? Buning natijasi yaxshi, zo'r. Dorini solasiz, ozuqalar berasiz, aqizib ketmaydi-yu, tomirda o'ziga boradi negiziga. Foydasi, manfaatli zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Sug'orish dedingiz, endi tomchilatish, sug'orish haqida chipcha ko'pchilik bor. Bularga qanday ozuqa ham berasizmi? Ozuqa, mineralni ozuqa bermasangiz bo'lmaydi. Yosh bolaga masalan, sizdan bizga mehr, har narsaga mehr, e'tibor berilmasa bo'lmaydi-yu. Masalan, hozir kranimizdan shlanka orqali bu bachogimizga tushadi. Bachogimizga endi boshida mana aytib o'tgan ekoizobiondan foydalanamiz hali, tomirlarni rivojlantirish, o'simliklarga quvvat beradi. Keyin mana rotterlarimiz bor. Bargidan mana navasillarimiz bor. Barg chiqargandan keyin mana navasildan foydalanamiz. Flimaxlarimiz bor. Keyin har xil firmalarni ishlaymiz. Bog'larga qilganda o'zimiz ko'chatlarga ham qilamiz. Mana paxta, bug'doy, makka, poliz ekinlari, uzumchilik, meva daraxtlar hammasini yo'g'noma olib, mana shu bachokka tashlaymiz. Tomchilatish orqali ko'chatlarimizni sug'oramiz. Ko'ryapsiz, mevalardan bu yil qalamchalar masalan 25-mayda qilingan qalamchalar hozir hosil bermadan hosilni yeydigan o'zimiz, to'g'rimi? Xudoga shukr. Shunchalik masalan mana shu tomchilash sug'orishda erinmasdan, e'tibor bilan harakat qilinsa, xudo xolasa kutilgan natija bo'ladi. Bu da vitaminda endi, ha? Vitamin, dorilar, kuchaytiruvchi ozuqasi. Shunaqa. Turkiyani kishkilik bu. Shunaqa chet eldan keladi bular. Mana bularimiz o'zimizni O'zbekiston Respublikasining qimmat. Bular ketma-ketlikda qo'shiladimi? Hammani sekin-sekin. Yo'q, ketma-ket, etapma-etap hammasini qilib bolalar. Uni yo'llari bor, gram qo'shish. Qiziqqanlar bo'lsa hammasini batafsil sekin tushuntirib boramiz. Endi bu qalam anjirlarimizni, mana shu ko'chatlarimiz o'zimiz ishlardan, bog'lardan otgan holda uyga qilib qo'yganmiz, bekor yer bekor turmasin deb mayda
mayda oxirlarda qalamcha qilganmiz bu yerga. Bu yilgi Tomchilar, 3 oylik yilgi. qalamchami? 3 oy bo'ldi. 2026-yil o'sha 25 oxir qo'ng'iroq bo'layotgan kun edi maktabimizda. Shuni mayda qilganmiz buni. Qalamcha qildik. Xudo xohlasa hosillari bor. Buni tarbiyasida nihoyatda xushyor bo'lib, Ash videoga ash qalamchalarni yerdamda qilib tepasigacha oldi. Hop. Mana shu 3 oylik 25-mayda suqilgan qalamcham o'sha hosil ham sopdi anjir. hosil ham bop Ha, anjir haqida ma'lumot beryapman, bu navi haqida. Bu navi mahalliy sort, o'zimizni qora anjir oddiy sortda. Hozir Turkiyada Nosqovoq deydi. yo'q, qora anjir, nosqovog'i ham bor. Nosqovog qora anjir anjir. boshqa, bu qora anjir mahalliy sortda. Erta pishar, hamyonbop. Bu yil ekasiz, shu yil hosil kiradi. Xudo xolasa bu Bir yilda hosilga kerak ekan-da o'sha. bu yilgi qalamchi mana Boburjon olayotgan bo'lsalar mana bu yil batareyasi ham bo'ladi, masalan, hammasi 100% ko'karib avjosi ham bo'ladi. Endi ko'karmay qolgani ham bo'ladi. Mana shu bu yilgi qalamchilar bu. Bu ko'klamay Bu ko'klamay qolgan shu bu yilgi. Bular ko'karganlar. Ichida hozir hosildan ko'rsatamiz mana. Abrorjon. Rosa bir qarich yer tagiga kirgan ekanda bu, ha. Shunaqa. Bir qarich yer tagiga kirgan, bir qarich tashqariga chiqqan ekan mana. Shunaqa. Ko'klamay qolgani. Buni Abrorjon hozir hosil mana yonidagi yonbachkalar olib turilsa, biz asosan bizga ko'chatga yo'nalish bo'lganligi uchun buni shoxlatmasdan bir shox qo'yib beramiz. Mana hosillari borda xolos, mana hammasida o'rtalarida pishayotganlari ham bor. Mana bog'bonlar tushunadimi, yonbachkalarini biz qo'ymaymiz, olib tashlab turamiz. Bog'lardan ortolmayapmiz, shuncha vaqt bo'lolmayapti, yaxshi qaralmayapmiz. Bu shu holati yaxshi o'tdi. Pastda ko'lda ham bog' bor, ha. Ko'lda ham bor, Katta uyda ham bor. hamma joyda bog' bor, bog'lari bor. Oson emas, oson emas. Yetkazish. Hop, bu hozir necha xil turdagi anjir ko'chatlar bor bu bayda? Hozir biz hovlimizda mahalliy qora anjirimiz bor, mahalliy sort. Qora anjir yeriga bor, Anjon qora deydi. Undan bor, keyin Turkiyadan kelgan Bursa siyahi degan bor, undan bor. Ko'paytiryapmiz. Xudo xolasa so'raganlarga, qiziqqanlarga yangilik olib keltiryapmiz. Yana Mana qora o'zimizning mahalliy anjir, nariga anjirlar navini ham bir ko'rsatib beraylik. bo'ldi, yuravering. Bahramboy mana anjir ham mayda ekilgan, ha. Ha, bu hammasi mayda ekilgan. Men bo'yim 1.71, 72. Ana Sizga yetib olibdi, bu yilga menga yetib olibdi. Uni ola mendan ham baland bo'lsa kerak. Sizdan balandlari bor bu yerda. Hop, Bu ham mahalliy sortlarimiz, mana mahalliy. hozir ko'rsan, bular tomchilatish qilingan. Buni bir shox ketgan, mana buni gavdalarini qarang, buni yo'g'onligi bor buni. Mana bunda ikki shox ketgan. Bular 90%, mahalliy sortlarimiz 95%. Hammasi hosili bor. Mana yonbachkalarni olib turamiz. Bog'dan ovora bo'lib 2 kundan ham qo'l tegmaganiga yonbachkalarni chiqib qolibdi. Mana bu yilgi o'sha mayda qilingan qalamchalarimiz, ko'chatlarimiz xolasa. Menimcha mahalliy sort sal dadil ketyapti ekan-a. Mahalliy sort ham hammasi ham yaxshi. Endi mana ularimiz ekkanimizga mana stakanda edi, bu ham qora anjir yeriga. Anjon qora deydi. Anjon qora emasmi? 61 tupcha bor bundan, stakanda edi. Buni ham yozda oxirlarida qilganmiz. 2-3 hafta. Syomka qilib buni barglari ham sal farq qilar ekan, ha. Barglari. Mana barglari farq qilar ekan mana mahalliy anjir bilan Anjon qorani. Hozir biz bu qalamcha qilganlarimiz ichida pishib qolganlari ham bor. Hosilni bola chaqalar terib yeyapti. Pishgani ham bormi? Pishgani ham, mana pishgani. Mana pishgani. Gapimiz isboti bilan bo'ldi. Mana Abrorjon. 3 oy deganda mana hosil olibdilar anjirdan. 3 oyda. Mana pishgan hosillarni ko'rsating. Mana. Mana shu bitta shoxda bitta qalamchada ikkita shox qilgan. Xudo xolasa mana anjirlar pishdi. Pishgan holati. Endi bu yilgi hosili mana Xudo xolasa bismillahirrohmanirrohim. Puch bo'lib qolmagan yoki boshqa bo'lmagan. Mana. Hosillari yaxshi. Birinchi 3 oylik anjirda hosili gap yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Mehnatimiz mevasini yeb ko'rish Yeb ko'raman. Men kecha qo'shnimnikida yedim. Xudoga shukr. Shirin ekan, o'ta shirin ekan. Yaxshi. Hozir endi sizga Hop, haligi Turkiyadan kelgan ko'rsatingizchi. ustozimiz o'sha международный davlatlararo hamsuhbat bo'lib o'sha chet ellarda agronom sifatida yuradilar. Ashab jo'natganlar Turkiyadan Bursa siyahi degan anjirlarimiz bor. Bu ham qora anjir yeriga eksport bo'lib, o'sha transabilniy chet eldagi mashinalarda boshqa urilmay, surilmay qanday holatda bo'lsa, shunday uzilgan holatda bo'lsa, shunday holatda yetib boradi. Buni ko'paytirish maqsadida 16 tub olib keltirganmiz buni Turkiyadan. 16 tub. Mashqotarmi? Mashqota, mashlarimiz mana bular ham bir shox qo'yib berganmiz. Buni juda erkatoy, xarakteri yaxshi bu anjirimiz. Xohlasa buni ham yetkazamiz. 16 tub xolasmi bundan? Bundan 16 qiziqqanlarga sotasizmi yo buni hozir yetkazib beramiz. Yur kuzda xohlasa ko'chatlari keladi. Kimga qancha kerak bo'lsa, qo'ldan kelgancha yetkazamiz. Ustozimiz o'sha hozir Yevropadalar zakazga qarab
ishlayveramiz xolasa. Bo'ldi. Boq qilaman deganlar katta ob'yomga yaxshi bo'ladi. O'zimiz ham ko'paytiramiz buni. Bu sinovdan o'tdimi, o'zi sotilyaptimi hozir O'zbekistonda Ha, buni bu- mevalari? Eksport ham bo'lyapti. Bo'ladi, ha, bo'lyapti. Yetib kelgan bundan. Endi biz birinchilardan bo'lib shuni qishlog'imizga, xalqimizga, mahalla-ko'y bog'larga, qiziqqanlarga yetkazib bersak xudo xolasa. Buni sutini qarang. Bitta novdadan mana tushgan sutni qarang. Bog'bon ham bunga qo'ldan kelgancha harakat qilyapti. Hali kuchli ekan hali. Kuchli. Qarang. Mana shu bu yer mana endi hosillarni ham chiqaryapti mana qarang. Buni xarakterini qarang. Bu yil mana shu hosili. Mana bitta Bu 2 yil o'zi 2 yildan keyin hosil qilish kerak. Bu yilga qalamchalar, ko'chatlar mana bu yil hosil qilyapti. qarov ham yaxshi ekan. Qarov ham zo'r. Mayronjon. Xudo xohlasa. Qarov ham zo'r. Bog'dan shundan boshqa ish qilmaydi. Kechasimdan kerak bo'lsa gaplashaman. 2-3 kundanmi to'y bor yoki boshqa bog'lardan bo'lib Jicha qarov qolibdi. qarovsiz qolib ketdi. Hozir ham zo'r, ko'z tegmas. Yetkazib oladi. Mana bu anjalarni xudo xohlasa ko'z tegmasi buni qarang Abrorjon. Hosillarni qarang mana. Buni katta ob'yomda qiladigan bo'lsak, mana shunaqa men o'yladimki, shuni bir shoxdan qo'yib berib, shu yarim metrga agar masalan o'zimiz qilamiz, odam yuradigan qilib 1 metrga yarim metr, birga yarim metr stilda sxemada qiladigan bo'lsak ham har yil bir ko'zdan qilsak Yaponiya, Xitoy, Koreya ustozlar o'sha seleksiyalar nima qilsa, agronomlar natijasi bo'lib ko'ryapmiz. Hozir shu yerda ekilgan bo'lsa, bu yarim metr bega qo'yib, har yil bir shoxdan bir xilda har yil hosil olinaveradi. Anjir ko'm, orcha rasxod, ishchilar kuchini ekonom bo'ladi. Oraliq masofa yarim metr. Yarim metr. Enigachi yuragi. Eniga 1 metr, 1.20 qilsa zo'r bo'ladi. Odam bemalol paqir-maqir ko'tarib yoki telechkamni yursa ham bo'laveradi. Bu pandan bo'lib otilib chiqdi-yo sutda mana ekan. Xo'p, buni katta qilib yuborish ziyonmi? Mana o'zimizni sariq anjirlar bo'ladi, utanasi ota-bobomiz qilgan ishlarimiz, endi anjir qilib bersak, masalan, ba'zi bir bog'larda ko'rsangiz, o'zimizning anjirlarda katta bo'lganmiz. 10 metr, 15 metrgacha boradi. Ba'zi birlar 7 metr, 8 metr unga ayirib qo'y, tarak, och, ko'm sinib ketsa bo'lmaydi. Keyin anjirlar men aytayotgan, buni qilayotgan, o'ylagan stilimizda qiladigan bo'lsak, anjirlar sifatli, ham uzishga qulay, oson, yosh bola ham bemalol qo'llanadi. Bo'lmasa Bahramjon, hop, Anjan qora ko'chatingizni ham bir ko'raylik-chi. Bo'ldi. Mana shuni ham bir ma'lumotlarni olib olaylik. Xarakterlarini Qiziqqanlarga. xohlasa xalqqa manfaatli bo'ladi. Endi hurmatli kuzatuvchilar, bu men o'rtog'im, tengqurmiz. Sizlayapman, sensirayapman. O'shanga endi mana har zamonda sizlaveryapman, madaniy chiqsin deb. Bu mana. Bu 15 yil maktabimizda fizkulturadan, sportdan dars berganlar domla. Taniganlar biladi qishlog'imizda. Mana mushahdan bilib olsalar bo'ladi. Hali ham bor ekan, yoshlikda qilardik, endi hozir muntazam ravishda bo'ladi bu. Bo'ladimi? Hozir Abrorjon mana shu qora anjirimiz yeriga mana Anjon qora deydi mahalliy tilda. Bular 2 yildan ketin hosil beradi, hali boya aytib o'tdim. Bu mana xolos hosillari bor mana. Ha, 2 yildan ketin hosil beradi. Beradi. O'zi aslida xarakteri shunaqa deydi bog'bonlar, lekin biznikini mana hosil. Bu ham bu yilga ko'chat. Mayda qilingan. Bular maydagi bular. Mayda qilingan ko'chatlar o'zi hosil beryapti. Bu nima hisobiga? Tomchi suvarishdimi, yerdimi yo mehrdimi? Mehr, e'tiborda hammasi. Hammasi juda. Xo'p, yana bitta narsa, endi buni qiziqqanlar bor-da. Mana nomi nima dedingiz buni? Qora anjir deydi. Anjon qora deydi. Anjir qorani. Anjon qora. Qiziqqanlarga buni ma'lumotlarini, nariga anjirdan farqini aytib bersangiz. Buni xarakteristikasi Abrorjon shunday nima ekanki, mevasi pishgandan keyin bu ustida turaverar ekan hosili, to'kilib ketmas ekan yoki achib ketmas ekan. 3-4 kunlab ham turaverar ekan. Hop. Eksport bo'lmam, yo'lga ketish bo'lmaydi. Eksportga ham yaxshi. Eksportga ham yaxshi. Ustida hosili pishsa, ustida turaveradi 3-4 kunlab. Uzib qo'yib chetga olib qo'ysangiz, nimadir maqsad to'ygami, boshqagami, yo'liqqami, bozorga boraman desangiz, ozroq senak qo'shib olib borsa bo'laver ekan. Izlar yoki chirish holatlari bo'lmasa, ustida turib qoqyam bo'lib qolaver ekan mez holatda. Xullas, odamni o'sha pishgan paytida sariq anjirga o'xshab shoshiltirmaydi. Shoshiltirmaydi. Bu yog'i plyus. Vaqtingizga qarab olasiz. Yaxshi, endi qiziqqanlar, mana shunaqa qora anjirmi, turetskiy anjirmi, o'zimizda mesni anjirmi, uzum ko'chatmi, mana shu sohada nima kerak bo'lsa, mana shu Bahramjonga aloqa chiqaverasizlar, maslahatni beradi, ko'chatni yetkazib berasiz. Yetkazib berish, ekib berish, yo'nalishlarni o'rgatib ham berasiz. Hozir qo'ldan kelganicha. Xudo xolasa mana natijalarni ko'ryapsizlar. Endi hozir rivojlanyapti bizda ham mana intensiv bog'lar, nima deydi? Intensiv bog'lar. Shunaqa bog'lar endi rivojlanyapti. Uyga qilaman deganlarga mana tavsiya qilaveramiz, zo'r.
Xo'sh, qo'ldan Natija xudo kelgancha xolasa yaxshi. beramiz. Bo'sh turgan joylaring bo'lsa, aloqa Mana chiqinglar. bu yerga Xudo qalamchalar xolasa. Abrojon 172 deyapsiz bo'yingizni. Meniki 172, 71. Meniki o'sha standart 170 bo'lsa, Ha. bizdan baland bu yerga Ha. qalamchalar. Bundan balandlar 2 metrdan Mana 2 oshiqlari ham bor. metrligi ham bor ekan. 3 oylik qalamchalar. Evet. Yer yaxshi bo'lsa, qarov yaxshi bo'lsa, o'sha ekasiz hosilga kira ekan bu. Xudo xolasa qalamchalar soni ko'p, ko'chatlar soni bor. Kimga nechta kerak bo'lsa yetkazamiz. Hozir bu xonadonimizda 3600 ta qalamcha qilgan bo'lsak, endi batareyalarni hisobini chiqaradigan bo'lsak, bir 2500 2200 bor. Bog' qilaman deganlarga qilib topib beramiz. Narigi bog'larimizda ham bor, ko'chatlar seroq. Bo'ldi, gap yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, shuning bilan bugungi video syomkani yakunlaymiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Hop, Bahramjonga aloqa ochib ko'rasizlar, nomerlarni qo'yib ketaman. Ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol ko'chatni yetkazib beradi, maslahat kerak bo'lsa beradilar. Xudo xolasa o'zim ham uyimga video qilib ketaman. Yo anjirdan, yo uzumdan. Hammasidan Uzum bor, anjirga qiziqib qoldim, anjirdan qilib berasiz. Xudo xolasa. Hop, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Mehnatlariga laykni bosib qo'yinglar Bahramjonni. Gap yo'q.